Biza qaynota qaynonam bilan o'rdak go'sht yeyishga keldik. Bugun ota-onalar bayrami, ota-onalar kuni munosabati bilan. Bu yoqda qaynotam, bu yoqda qaynonam, bu tarafda Yuhi. Qaynotam telefon bilan. Bu tarafda bizning stolimiz mana o'rdak go'shti o'rtoqlar. Juda ham mazali. Yo'qda Ra'noxon endi uyqudan turdi. Qaynonam bilan ovqatlanib chiqdik o'rtoqlar. Qo'llarida mana guldastalari bor. Mazza qilib o'tirib. Qaynotam ham kelib o'tiribdilar. Hey guldastalaridan momamizning.